dedim. Chunki dastavka o'zini dastavshiklari bor. Ya'ni mashinada yoki veli yoki samokat, peshkom yuradiganlar bordi. O'shalar olib borsin deb to'g'ri tushuntirib nima qildim. Bo'ldi dedi. Uka dedi, gap yo'q dedi, rahmat dedim. Rahmat deb shunaqa deyishdi. Hozir endi kutamiz endi 7 minutdagi atmi ham qilmasa, men o'zim atkaz qilaman-da. Keyin boshqatdan nima qilaman? Boshqa zakaz kutamiz. Chunki men odam tashiyman, taksi qilaman deb chiqqanman-da, ya'ni narsa olib bormayman. Chunki endi bu hurmatsizlik bo'lishi mumkin, kimdirlar shunaqa deb aytishi mumkin. Endi dastavshiklarning ham o'zining ishi bor. Taksistlarning ham o'zining ishi bor. Biznes taksida yuradiganlarning ham o'zining ishi bor-da. Men birovni haqqi keyin birovni haqqi emas-ku. Hamma o'zining ishini qilsa deb o'ylayman-da. Boshqa ishni gapirmayman. Hech qanaqa negativ yoki yomon gap gapirganim yo'q. Endi to'g'ri tushuntirib yubordim, ular ham to'g'ri tushunishdi. O'shaning uchun to'g'ri tushunamiz. Yana bitta zakaz tushdi, boyaga atmayan qilishdi o'zlariga. Endi Chorsuvga hozir bu yoqdan odam olib turib Chorsuvga ketamiz, xudo xolasa. Ish yaxshi bo'ldi, yakshanba kuniga qaramasdan yo'llar bo'm-bo'sh, lekin zakazlar bor. Kam bo'lsa ham barakasini ber. Hozirgi zakazimizni ham olib keldik. 18 mingga olib keldik Chorsuvga. Hozir Chorsuvdamiz. Ishlashni davom etamiz. Ketdik. Bitta yaxshiroq zaryadchik olmasam bo'lmadi. Shu-yerda men bu ertalab chiqqanimda 86% edi. Hozir ham 86% bo'lib turibdi. Nima bu telefonda? Hozir ko'ramiz, zakaz tushmaydi. O'chirib qo'yganmiz-ku, lekin agar yaxshi zaryadchi topsak, bitta zaryadchi olib qo'yishimiz kerak. Bu telefonni ham zaryad qilishimiz kerak. Endi bu telefon kunning oxirigacha ham yetadi, xudo xolasa. Ya, manzarani qaranglar, chiroyliligini. Ha, manzaraning go'zalligini qaranglar. O'tolmasa avtobus siqib qo'yaman dedi. Hozir Chernayevga keldim, qarasam Chernayevga yopiq ishlamayapti. Va mana